Bu odamning ismini 2022-yilda Google orqali Cristiano Ronaldo, Elon Musk va hattoki Vladimir Putindan ham ko'proq qidirishgan. Bu Andrew Tate, biznesmen, bloger, sportsmen. Uning oila, hayot, munosabatlar va genderga oid qisqa videoroliklarni YouTube va TikTokda milliardlab insonlar kuzatishardi. Andrew Tate o'zining mashhurlik davrida dunyoda o'z madaniyatsizlikka oid qonun qoidalarini o'rnatish harakatida bo'lganlar tomonidan qattiq zarbaga uchradi. To'g'rirog'i satanistlar tomonidan. Bu ish Tate'ni hibsga olishgacha yetib bordi. Tate'ni hibsga olishayotganda qo'l orqali bu ishlarni ortida kim turganini ishora qildi. Tate'ning fanatlari bu hibsga olish uning obro'siga putur yetkazish maqsadida qilingan deb hisoblashadi. Tate odamlarni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish va matrisadan chiqishga chaqiradi. Aynan shu sababli uning ommaga ta'siri juda kuchayib ketayotgan edi. U matrica deb dunyoni boshqaradigan bir guruh insonlarni nazarda tutadi. Tate islom dinini yaxshi ko'rib, qo'llab-quvvatlar edi. Asosiy sabablardan biri islom dini satanizmga qarshi din ekanligi va bu dinda aniq chegaralar borligi edi. Ko'p vaqt o'tmay Andrew Tate islom dinini qabul qildi va uni o'rganishga kirishdi.